Assalomu alaykum. Ekran oldidagi kompyuter vaskalari ham o'qirmanlar. Hammanglarning mushu vaqti xayrlik bo'lsin. Sizlarga men United Code shirkatimizdan bir xush xabar olib keldim. Hammanglarning xabar bo'lgandek 2017-yildan boshlab United Code shirkatimiz Java'da yumshoq detal injenerlik ham yumshoq detalniki sifatini tekshirishni avtomatlashtirish programmasini yo'l qo'yib, nurg'unlagan Uyg'ur qarindoshlarniki xizmat tepishiga turtki bo'ldi. 2025-yildan boshlab butun dunyo miqyosida AI, ya'ni sun'iy aql texnikasi nihoyatda taraqqiy qilib, IT sohasidagi bosish xarakterlik bir texnikaga davrga kirdi. Shunlashqa United Code shirkatimiz keng Uyg'ur qarindoshlarniki sun'iy aql ham sun'iy aql injenerlikka qiziqadigan talabini qondirish uchun 4-oydan boshlab Python Generative and Agentic AI Engineering programmasini yo'l qo'ymoqchi. Men tuvanda mushu Python Generative and Agentic AI Engineering'ki bozorda nima uchun shuncha muhimligi, nemishqa biz Python Generative AI ham Agentic AI o'rganamiz, mush to'g'riliq uchur bermoqchi. Ya'ni why master Python Generative and Agentic AI development in 2026 and beyond. Bunun ma'nosi 2026-yil ham undan keyingi yillarda nemishqa Python Generative and Agentic AI developmentni o'rganish kerak. Balkim nurg'un Uyg'ur qarindoshlar so'raydi, buni qandoq tarjima qilamiz deb. Python degan buni Python deb olamiz. Generative degan chiqarish degan gap, agent degan gap, agent degan gap, AI degan sun'iy aql. Ya'ni sun'iy aql agenti loyihalash ham sun'iy aql orqali mazmun chiqarish deb tarjima qilsak bo'ldi, lekin buni nihoyatda qisqa Uyg'urcha tarjima qilmoq yomon tez. Albatta 2025-yildan boshlab Python Generative AI ham Agentic Framework mushu uchning birlashmasi IT sohasiga bosish xarakterlik bir texnikani olib keldi. Developerlar uchun, data scientistlar uchun ham injenerlar uchun mushu sohadagi bilimni egallash bir muhim bo'lgan, ya'ni zur bo'lgan mazmunga aylandi. Ya'ni it is a prerequisite for staying relevant, driving innovation and securing high value roles in the upcoming decade. Ya'ni bunun ma'nosi Python Generative AI ham Agentic AI'ni o'rganish, mayli developer bo'lsin, yoki data scientist bo'lsin, yoki injenerlar bo'lsin, shularningki yangi texnikaga mos kelish, texnikani yangilash ham o'zininki yuqori qimmatli xizmatini saqlab qolishda zarur bo'lgan bir texnik yo'nalishiga aylandi. Tuvanda men bir necha nuqta orqali mushu Python Generative and Agentic AI developmentni o'rganishning zarurligini tushuntirib o'taman. Birinchisi, unprecedented market demand and career growth. Ya'ni buning ma'nosi bozor ehtiyoji ham xizmatniki o'sishiga intayin zarur. Birinchi ko'rinishlarga tarjima qilib bersam, the AI sector is experiencing explosive growth. Ya'ni sun'iy aql mushu texnikasi hozir bo'sh xarakterlik taraqqiy qilmoqda. Mayli iqtisod bo'lsin, finance sohasi bo'lsin, sahiya sohasi bo'lsin, media sohasi bo'lsin yoki ishlab chiqarish sohasi bo'lsin, mushu sun'iy aql texnikasini bildirganlarga bo'lgan ehtiyoj kun sari oshmoqda. Albatta bu texnikani egallash uchun chuqur Python Generative AI, Agentic AI bilan birga
yana large language modellarni o'rganish kerak. High value skill set. Mushu Python generative AI hem agentic AI'ni bildigan injinlarniki texnik seviyesi hozirgi yuqori qimmatlik iqtidorga kiradi. Yani Python is the undisputed lingua franca of AI machine learning, making Python-based Gen AI and agentic skills among the most marketable globally. Yani Python, generative AI hem agentic AI mushu sahadaki bilim dünya karakterlik yuqori qimmatlik bilimga kiradi. Masalan, generative AI degan zodi nima deganda large language model, ya'ni large language model orqali uchurlarni chiqarish. Buni biz prompt engineering deymiz, and then RAG implementation deydi, scalable deployment. İkincisi agentic AI, ya'ni agentic AI degan nima deganda mushu agentlik AI orqali biz nihoyatda murakkab bo'lgan avtomatik sistemni loyilab chiqamiz. Undaq bo'lsa, mushu agentic AI, generative AI uchun zodi Pythonda biz nimalarni o'rganamiz? Albatta, Python o'rgangan narsa intayin jiq. Buning uchun masalan Python, uningdan boshqa LangChain framework, Llama Index framework, PyTorch, TensorFlow qatorliq framework. Bu frameworkni o'rganishga intayin jiq vaqt ketadi. Biz tarbiyalashda sizlarga mushu programmalarga asos solishni o'rgatamiz ham mushu Python OpenAI orqali Tor applicationni qandaq lalashni o'rgatamiz. Yana bir mazmun future proofing your career. Hozirgi bu davrda kod yozishga bildigan kod yozishni bildiganlarga bo'lgan ehtiyoj qaraganda AI'ni bildigan ejizlarga bo'lgan ehtiyoj nihoyat yuqori. Ya'ni as automation handles routine coding tasks, the value shifts toward developers who can architect and guide intelligent adaptive system. Expertise in agentic AI position you at the front of this evolution. Sizlar bilasizlar, hozir mushu Anthropic deydigan bir shirkatniki cloud deydigan modul bor. Shu modul orqali avtomatik holda kodni yozishga bo'ldi. Shunglashqa hozir kod yozishni bilganlar emas, shu kodni yoza oladigan AI'ni ishlatib, kodini yozib, shu kodini sistemaga qandoq chiqarish, shuni deploy qilish. Shularni bilganlar bo'lgan ehtiyoj nihoyat yuqori. Shunglashqa mushu Python, generative AI ham agentic AI'ni bilganlar kelgusida nihoyat yuqori qimmatlik injenerlar bo'ladi, ham kelgusidagi xizmatmi nihoyat muqim bo'ladi. Undaq bo'lsa, nemishqa biz Python'ni o'rganamiz? Yani Python is the dominant platform for AI innovation. Python'ning o'zi mushu aqliy idrok sohasidagi asosliq mushu IT sohasini egallagan bir programming tili. Yani Python's simplicity, extensive libraries and robust community support makes it the foundation for virtually all major AI advancements. Yani Python öğrenmek addiyrak. Bunun da nahiyetecek library var. Andın şu Python'ı support kıldığan engine'lar nahiyetecek bağışka Python AI öğrenişteki intayin zürü bolğan bir til aylandı. Sizler belkim torlardan körüslen şu Python'da nurgulğan ölçemlik library var. Library degan nima deganda şu Python'ni laylagan şirket keng engine'larniki ishlatishi uchun ishlab chiqargan qurollar. Masalan OpenAI deymiz, Google Gemini deymiz,
Meta'nınki Llama deymiz. Emnisini Python support kılıdı. İkincisi Agentic Framework. Agentic Framework mu Python arkalık lalaşki buludu. Üçüncüsü Speed of Prototyping. Yani Python arkalık application'ı lalap kılış nahiyeti tez. Başka tilla qaraganda nahiyeti tez buludu. Üçüncüsü the power of generative AI. Biz nemişqa generative AI'ni öğrenimiz. Ben yukarıda bakandek bu generative AI deganninki yen birisi prompt engineering. Mesela sizler OpenAI yoki bo'lmasa ChatGPT yoki Meta yoki Google Gemini orqali nurg'un usullarni chiqarasizlar. Masalan, email yozg'ili bo'ladi, resume chiqarg'ili bo'ladi, rasm chiqarg'ili bo'ladi, prompt chiqarg'ili bo'ladi. Shu promptlashqoqda sizlar shularga buyruq bersizlar. Bu buyruqni biz prompt deymiz. Undaq bo'lsa, shu buyruq berganda nimalarga diqqat qilamiz? Buyruqni qandoq beramiz? Qandoq bo'lganda iqtisodni tejiga bo'ladi? Shuning hammasi shu generative AI'niki kuchi. Men buni tafsili demayman. Biz talbashda tushunib o'tamiz. Endi agentic AI degan nima deganda the next evolution of software. Ya'ni keyingi davrdagi shu yumshoq detalniki taraqqiyoti. Bu agentic AI'ning asosli roli nima deganda sizlar sun'iy aql agentini lalab qo'ysanglar, insonlar qiladigan shu ishlarni sun'iy aql agenti avtomatik holda olib boradi. Shunga buni biz agentic AI deymiz. Agentic AI'ninki iqtidorlari birisi autonomy bo'ladi. Autonomy degan bütün avtomatlashgan. Masalan, API bilan orqali data o'qiydigan, database'ga salomlar qiladigan, hammasini shu agentic AI bilan yapirish bo'ldi. Problem solving. Murakkab masalalarni hal qiladi. Ondan tool integration. Tool degan biz masalan nurg'ulagan uchurlarni tordan chiqaramiz. Buni web tool deymiz. PDF hujjatlarini o'qib, undan qisqa xulosa chiqaradi. Buni PDF summary deymiz. Bu tool degan nima deganda shirkatlar o'zining ichki qismidagi uchurlarni bartaraf qilish uchun yozilgan kodni buni tool deymiz. Shuningdek biz OpenAI'ninki shu agentdan foydalanib yoki boshqa agentdan foydalanib biz amoeba uchurlarni agent qilib bersak, shirkatning ichki qismidagi uchurlarni chiqarish uchun biz o'zimiz yozilgan toolni ishlatamiz. Shuningdek bu yerda agentic AI'ni o'rganish intayin zarur. Real world applications of agentic AI. Yani agentic AI'ninki shu kundalik turmushdagi ham xizmatdagi ishlatilishi. Real world degan dunyodagi, haqiqiy dunyodagi ishlatilishi. Yani software engineering. Biz oldingi 7 yilda nurg'unlagan yumshoq detalni tekshiradigan injenerlarni biz tarbiyaladik. Undaq bo'lsa hozir agent qana bo'ladi. Agent degan agar sizlar bir agentni loyilashni bilsanglar, shu agent orqali autonomous QA agent. Ya'ni yumshoq detalni loyilab bo'lgandan keyin shu QA agent mandirib qo'ysak, agent o'zi sistemaga kirib, butun yani tekshirib chiqadigan holatga akaga bo'ladi. Shuni demakchi, burun insonlar qiladigan QA xizmatlarni hozir AI agentlar olib ketdi. İkincisi finance sahasida. Mesela iqtisod sahasida iqtisodni analiz qiladigan, report chiqaradigan, tadqiqot qiladigan ishlarning hammasini agentic AI qiladigan bo'lib ketdi. Customer service. Mesela sizlar bankalarga telefon qilsanglar yoki istirohatxonaga telefon qilsanglar yoki boshqa o'ringa telefon qilsanglar, burun u o'rinda insonlar olgan bo'lsa, hozir u o'rinlardagi xizmatlarni agent qiladigan bo'lib ketdi. Agent bütün işini insanların orunda kılıydı. Mana bunu biz customer service deymiz. Anı healthcare sahası. Şu sahya sahasida tadqiqot ishlarini şu agentlar yapalaydı. Hem uçurlarni, dokumentlarni xulosalab
shuningki reportlarni chiqib beradi. Bu bir odatki misol. Uningdan boshqa har qanday idoralarda idoraning ichki qismidagi shu odamlar qiladigan ishni qisqartib agentlar qiladigan qilishga bo'ladi. Shunlashqa buningki xulosasi in 2026 and beyond, the ability to architect, develop, and deploy intelligent, autonomous system using Python, generative AI, and agentic framework will define the most valuable developers. Yani 2026 yılı hem onundan keyinki yıllarda şu Python, generative AI hem agentic AI framework'ni yazalaydigan hem şu framework'ni sistemiga çıkaralaydigan engineerlar en kıymetlik engineer bulup çıkıdı degan gap. This training is an investment in securing a leadership position in the burgeoning AI economy and enabling you to build the next generation of truly transformative software. Yani bizning bu tarbiyalash sizninki keyingi shu AI sohasiga kirib taraqqiy qilmoqchi bo'lgan shu yo'nalishga cho'ng bir turtki bo'ladi ham sizlarga yordam bo'ladi. Shunlashqa sun'iy aql texnikasiga ham sun'iy aql agentini laylash texnikasiga qiziqadigan Uyg'ur qarindoshlar bizningki United Coder Python Generative and Agentic AI engineering programmasiga qatnashinglar. Men boshqa bir sin orqali bu programmaga qanday qatnashish, nerede tizimlatish shu uchurni ayrim so'zlab beraman.